Qani kir. Dada, O, faqat ukol qilishmaydimi? ya shunchaki ko'rib qo'yishadi xolos. Xo'p. Hozir bu yerdan chiqib, keyin do'konga boramiz, xo'p? Kechirasiz. Erim sizni ko'rganlarida bezovta bo'ldilar. To'g'risini ayting. Oranglarda biror nima bo'lganmi? To'g'risi, eringizni tanimadim, aniqrog'i. Tanib bo'lmaydigan bo'lib ketibdi. Eringiz kim o'zi? Ismi nima? Sog'ligidagi biror surati bormi? Mana, ismlari Akmal. Kulgimni qislatmakin. Hozir ko'cha yo'q-ku. Sen problemangni nishat qilib beradi ekan. Alloh boru, Hoji aka. Nima bo'ldi eringizga? Yangi uyimizga ko'chib o'tdik. Yangi hammomizda birinchi marotaba cho'milayotganlarida ariston portlab ketib, tanalarning katta foizi kuyib ketdi. Doktorlar bunaqa vaziyatda joyida jon berish kerak edi deyishdi. Nimagadir jon bera olmayapti. Men uylarni malyarkasini qilgan ustaman. Eringiz bizga 5 million so'm pul bergan xolos. 41 million qarzi qolgandi. Pulimizni bermay haydab yuborgandi. Siz ozroq kutib turing. Hozir ketamiz, xo'p? Xo'p. Bu yerda 41 million. Erim sizga berish kerak bo'lgan omonat. Iltimos. Erimdan rozi bo'ling. Allohga omonatim topshiramiz. Kraskani bankalar. Chiqindiga berib yubordik. Chalanga eshitdingsan? Akang bankalarga gul ekaman degan. Siz gul ekaman degan kraska bankalarini musirga berib yuborgandim. Bu 1 million 5 ming. Gul tuvaga olasiz. Qiyomatda olamiz haqqimizni. Lekin unda kurs boshqacha bo'ladi. Qiyomatda ko'rishamiz. Bu bolamni operatsiyasini puli edi. Alloh buyuk. Rizqni bandalariga o'zi xohlagan uslubda yetkazib berar ekan. Mirzayev ayoli sizmidingiz? Qani? Alloh sabr bersin.